Bugun O'zbekistonda ajoyib xushxabar. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Ayrim oilaning talaba qizlariga maxsus stipendiya to'lanadi. Prezident farmoniga ko'ra 2025-yil 1-iyundan qizil toifaga kiritilgan oilaning a'lo bahoga o'qiydigan talaba qizlariga bazaviy stipendiyasining 2 baravar miqdorda maxsus stipendiya to'lab beriladi. 2025-yil 1-sentyabrdan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining uzaytirilgan kun tartibi guruhiga qatnaydigan bolalarning umumiy sonining 15% miqdorida kambag'al oilalar farzandlari uchun alohida kvota ajratiladi va ularning ota-onalari to'lovlardan ozod qilinadi. 2026-yil 1-yanvardan kambag'al oilaning a'lo bahoga o'qiydigan farzandlarning O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi oromgohlarda dam olishlari va sog'lomlashtirish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi kambag'al oilalar restori ijtimoiy himoya yagona restoriga kiritilgan oilalarga ijtimoiy xizmatlar, yordamlar ko'rsatilishi muvaffaqlashtirish davlat organi hisoblanadi. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.